qutulishning yo'llari bormi? Ha, yo'llari bor. O'zimni boshimdan o'tkazgan bitta texnika bilan sizlar bilan bo'lishaman. Demak, qarzingizni hammasini 50 so'm bo'ladimi, 100 so'm bo'ladimi, 2 so'm bo'ladimi, hammasini yozasiz. Hamma qarzlaringizni bitta daftarga yozasiz. Eng kam miqdordagi qarzingizni birinchilardan bo'lib uzishni boshlaysiz. Birinchilardan bo'lib uzasiz va sekin-sekin katta qarzlaringizga ham o'tasiz. Qizlarjonlar, bitta narsani biling, qarz ustiga qarz olish bu botqoqlikka botish degani. Ya'ni biron bir insondan qarzni qutulaman deb boshqa insondan olasiz, siz yana ham ko'proq qarzga kirib qolasiz. Qarzdan qutulish uchun eng kichkina, ya'ni eng minimal qarzingizni belgilab olasiz va o'shani uzishdan boshlaysiz. Keyin kattaroq, keyin yana ham kattaroq va shu bilan Xudo xolisa qutulasiz. Bitta korobka olasiz, 10 dollardan bo'lsa ham, 5 dollardan bo'lsa ham siz nima qilib borarkansiz, ularni yig'ib egasiga topshiraverasiz. Qachonki siz qarzdan qutulsangiz, sizning barakangiz mo'l-ko'l bo'ladi. Allohni iznayla.